Bu yer olis bir qishloq. Odamlar hech qachon daryo yoki ariqlarga ega bo'lmagan. Ular faqat sho'rquduq suviga tayanib yashashgan. Ammo bugun o'sha quduqlar ham qurigan. Yer yorilib, suv qa'rga singib ketgan. Bu mantiqa men otim Mamadullo. Bu mantiqa Lug'mon. Yo'lda borlar. Bu savol Xo'ja Sa'dbek tayyorlab. Xo'p, buni aytingki, mana o'ylanmas holi ko'rinadi. Bu mardim qayerga ketgan? Avval bor edi, poliz bo'ladi, kunjut bo'ladi, mardim pardasini qilib yuraverdi. Bu to'liq ishtima bo'lma. Mardim xustolik qo'ydan qo'yib ketdi mantiqalarni taylab. Paror bo'lgan. Hammasi maymalar mar joy oldi. Ular sol jumozor ketibdi. Mazor ko'chib mana shunday bo'ldi mana. O'tan bevon bo'ldi. Bildingizmi? Xustolik qo'ldan. Avval masalan shu qishloqqa qancha o'y bor edi, sizlar qancha o'ylar qolgan? Avval taxminan bir nikoga bir 70-80 o'y bor edi. Ol palan qalib biz bir 12-13 o'y qalib biz. Endi shu suv yo'qlik, shu narsalar sabab bo'lgan. Ammo mushkullarni ko'rib o'tiribsizlar, xustolikda bunda kimni guzoram qiladilar? Bizda endi bir raqqa teronotgan qalotni jondori ketyapti ko'chib taylar. Bu shirin suvlaringizni qayerdan ta'min qilasizlar? Qayerdan Shirin keltirasiz? suvni to'linchi biz Xo'jaqshudan keltirdik. Ol Xo'jaqshu ham daryosi qurib ten pelan mayminadan tilatamiz Tonkarga. Tonkarsina bir 5000, 4000, 6000 katakolni 7000, 8000 ga keladi shunda. Endi bu mardim g'arbga bu 4000, 5000 bilan ham og'irlik qiladi. Qanday qilolgan guzorim bo'lib o'tmasa bo'lmaydi. Bu quduqlarga birlarga suv bor, bu suvlar nima raqam suv? Bu sular avval yaxshi sho'rsa ham serob edi, sho'rsa ham bizlar ko'p iste'mol qilib maqsad molimizga, o'zimizga bildingizmi? Shuni ham bo'lib chora bo'lib, hozir 2 yilni bir quduqlar ham qurib ketibdi. Quduqlarga bir nazar qarasangiz, quduqlar avvali 15 metrga suv ketdi, olib falan 20 metrdan ham oshibdi. Endi shu sho'r suvlar ham qurgan. Sho'r ham quribdi endi. Endi aholi bir qultum chuchuk suv uchun 20 chaqirim yo'l yuradi. Otalar suv tashib keladi, bolalar esa chanqoq ko'zlar bilan ularni kutadi. Chorvalar holdan tayanib, yerlar hosilsiz. Qarilar aytadi, biz har narsaga chidaymiz, lekin suvsizlikka emas. Yallah. Atam Hoji Muhammad Hoshim, Qariy Lug'mondan bo'laman, Ulusvoliy Jumozordan. Bizlar etojligimiz shuki bir chakka suvga bizlar hayvonot insonotimiz hozirda bexiyoh tehmalotki bizlar shuni chorasini nima asos qilsak, soliq xususonlik. Bizlar iqtisoddan zaifmiz, xurakamiz yo'q, suyimiz yo'q. Hech narsaga bizdan qo'limiz yetmaydi. Shahardan 6 soatlik motorga 1 soatlik yo'l uzoqamiz. Bizlar shunday muhtoj darbadar birodar, shunday suysizlik, ochlik, bushnalik, gursnalik ana shunday zindalik o'tkazamiz. Hech vaqtdan bizlarga ne bir ko'mak, ne bir narsa, ne hech nima bizlarga yo'qdi.
shundoq zindaligimiz mushkulotli bilan ko'p mushkul bilan zindaligimiz bizlarni rafu bo'ladi. Hech Endi mana shu suvda ayting, bu mintaqalarga shirin suv topilmaydi. Sho'rsular vaziyati qanday agar bu mintaqada suv sho'rmi, nima bu raqam? mintaqani suvi sho'r. Suvi sho'r o'sha sho'r ham behid natijasi kam. Bizlar shuncha azobkamiz. Shirin suv yo'qdi. Shunda azobga giriftormiz. Markab yo'q, bizda bari bir joydan ketirsak, tankerga vasibizdan pul olmay suv ketirsak, ko'p mardum gushna, tushna bir sho'rva qilgidek, bir piyola choy qilgidek suvga muhtojini shu darbadarani shundoq hech nimaga qo'li eshitmaydi, shundoq darbadarlik bilan suv bilan ro'za o'tkazadi. Bu xususonlik so'yu. Bu bir molimizga tavsiya, o'zimizga topmaymiz, o'zimizga tavsiya, molimizga topmaymiz, shundoq giriftormiz. Bu sho'rsu kamsha quduqlarga shu to'la bo'ladi, ko'p bo'ladi. Ani hozir sho'rsularning vaziyati qanday quduqlarniki? Vaziyati ko'p zaif so'y. Vaziyati ham kam bo'libdi. Tanish molimizga kifo qilmaydi, o'zimizga kifo qilmaydi. Bizlar bir tarolli suvga yetojmiz, shunda o'ltiribmiz, bir tarolli suvga yetojmiz. Hech zot tamom narsadan bizlar kambatotligimiz bor. Biz hamma narsadan kambatmiz. Hozir bir moldorlik vaziyatidan ham bir ayting, moldorlar nima raqam hozirga o't topiladi, topilmaydi. Buni borasiga ham bir ma'lumot. Moldorlik vaziyati mollarimiz och so'y. Agar 5 ta mol bir odamga ham bor, molimiz och, gushnalikka eshitibdi molimiz. So'l kelibdi, maydonga samon yo'q, boshqa berotgan yo'q, bag'alga paxal yo'qdi. Shundoq gushnalikka molimiz ham hammasi gushnalikka yetishibdi. Bizlarni tamom boradan kambatotligimiz bor. Molni xo'rakasidan, insonni xo'rakasidan, suvidan, tamom narsadan yetojmiz. Bizlar hech nimaga qo'limiz yetmaydi. Hech vaqtdan bir ko'mak, birodar, ko'mak ham yo'q bizlarga, tani ko'mak ham yo'q, tamom narsadan kambatmiz bizlar. Bu qishloq o'nlab boshqa qishloqlar kabi asta-sekin bo'shab bormoqda. Lekin odamlar umidini yo'qtirmagan. Bir kun suv ovozi yana bu yerda yangraydi deb. Ularning yagona istagi suv yashash uchun. Qo'yib